43-25 gigant sigirimiz. Isitmasi 42 dan balandida. Termometr ham oxirigacha bo'lgan. Shu holat bo'lyapti sigirimizda. O'sha milklargacha qonab ketdi. Hop, sigirimizga analgin-midrol, deksametazon berdim. Davleniyani me'yoriga keltirish uchun, qon harakatini yaxshilash uchun parasetam berdim 20 gram tomiridan. Boyagindan xiyol yaxshilandi, suv berdim, ichmadi. Qizillar milkidan chiqqan qon. Shu holat bo'lyapti. Suv berdim, ichmadi. Xiyol to'xtashni boshlayapti. Boya вообще daq kuygan mashinakida. Yani ham suv quyib, yuvib tashladim, boshlaridan suv quyib salma qildim. Hozir ustidan suv quysa bo'lmaydi. Ya hozir sal pasaytirib olar. Qo'lni ham sezmaydigan bo'lib.